Qizlar Instagramda yana trend bo'tgan o'sha kosынkalardan kelgan. Mana ranglarini qaranglar, bir-biridan chiroyli. Eng yorqin trend va rastetkalardan olib kelganmiz. Bu yana hammasi ham emas. Turishini qaranglar bularni. Har xil stilda boylasanglar bo'ladi. Birinchi stilimizni shunaqa qaraja sharf tashib olib, orqasiga qisanglar, voy, необычный. Buni hamma ham tushunmaydi buni. Необычный yevropeyskiy narsani yaxshi ko'rganlar uchun bu. Mana qaranglar, voy, ochkilar bilan, aksessuarlar bilan zo'r turadi. Prosta tak hijobsiz qizlarimizga mos bandamkalarimizni bo'ynligini ochib, prosta sochligini yopib, chiroyli qilib boylab olishsa bo'ladi shunaqa. Mana qaranglar, yorqin rang bilan skromniy sочетание. Mana qaranglar. Oddiy sharfni chiroyli qilib ko'rsatib beradi bu bandamkamizni. Bu stilimizni mana 4-stilda prosta bo'yniga tashab olasizlar. Tagida mana long sleeve, pijak kiysanglar, shunda boylab olsanglar, yevropeyskiy ko'rinadi. Любой stilini ochib beradi. Eng oxirgisi bu shunaqa sumочкаlarga, shunaqa detal qilib aksessuar sifatida qo'ysanglar bo'ladi. Modnitsa qizlar uchun maxsus. Bunaqa zo'r rastvetkalar faqat Sev Platok do'konida mana bu yerda juda ham ko'p ranglarni ko'rsanglar bo'ladi. Ulgurib olinglar, soni chegaralangan. Mana, rosa ham ko'p qizlar.